Subhanalloh. Beariyada 2 hafta bo'ldi kelganimga. 2 haftadan beri bu yoqda Beariyadagi musulmonlarni masjidiga keldim, juma namoziga 2 marta keldim. Ikkalasida ham faqat ko'pincha asosiy mavzu AIdan etikli foydalanish, ya'ni yaxshi yo'llarda foydalanish haqida suhbat bo'lyapti-da har doim. Haligi ma'ruza berayotgan imomni o'sha AI, ya'ni sun'iy intellekt haqidagi bilimlari mendan kuchliroq deb o'ylayman. Hamma narsani bilar ekan, oxirgi yangiliklarni yaxshi gapirib anaqa qilyapti. Asosiy maqsad nima bo'ldi? O'sha yoshlarimizni hozirgi kunda umuman hamma ishlayotgan AIdan foydalanayotganlarni AIdan to'g'ri maqsadda foydalanish haqida ancha gapirib maslahatlar berib o'tdi. To'g'ri, endi shu narsani balkim O'zbekistonda ham suhbatlarga olib kirish kerak, chunki hozir oxirgi vaqtdagi yangiliklarni eshitib juda ham xafa bo'ldim. Ya'ni O'zbekistonda skamerlar, ya'ni o'sha call centerlar qilib boshqa davlatdagi odamlarni pulini o'g'irlashyapti. Bitta ikkita odam emas, 100 dan ortiq odam shunga birgalikda shu ishni qilgani, musulmon bo'la turib o'sha sun'iy intellektni ham shunga anaqasi bor, kuchaytirdi, osonlashtirdi, ovozni o'zgartirish, boshqa ma'lumotlar yoki o'sha odamlar bank kartalaridan pulni o'g'irlayotganlar ham sun'iy intellektdan foydalanishyapti-da. Balkim shu mavzularni ham ko'proq ko'tarish kerakdir. Blogerlar chiqib gapirayotgan, omma gapirayotganlar yoki o'sha imomlar masjidlarda u yerga borib turganlar sun'iy intellekt keldi, hozir biz undan foydalanyapmiz, faqat o'shani to'g'ri yo'lda foydalanishni albatta bir tashviq qilishimiz kerak.